bitta narsani doim ayol unutmasligi kerak. Oilaga baxtli ayol kerak. Oilaning dvijoki, butun energiya beradigan asosi bu ayol. Va agar ayolni kayfiyati bo'lmasa, depressiyada bo'lsa, ichidan qorong'ulikda yashayotgan bo'lsa, unga yordam kerak va buni qaynona ham, er ham tushunishi kerak. Agar shu paytda unga e'tibor bermasdan, u narsani normalniy o'zingizga kelib oling, nima u tam noshqullik qilyapsiz, u bu divorsaga, undan na erda baraka bo'ladi, na oilada sakinat va tinchlik bo'ladi, na bolalarda halovat bo'lmaydi. Alamini qayerdandir olishi kerak, u nima qiladi? Bolalarni uradi, eriga gapiradi, e'tibor bermayapsan menga deydi. Talab qilishni boshlaydi. Chunki tushuning, u ayol, u emotsional xilqat va unga e'tibor haqiqatda kerak. Ba'zan bitta ayolni shunchaki toqqa bolalarisiz bir o'zini mashinaga o'tkazib yur deb yo'ldan lolani 5 ming 10 mingga lolani olib berib masalan yurmasini bir aylantirib kelaydi. Bir shashlikcha yedi erkaklar qancha pulingiz ketadi? Olib boring, bir aylantiring, 2 og'iz shirin gap ayting shunga. Shunaqa xursandman hayotimda sen yonimda bo'lganingda. Shunaqa xursandman, sen menga mana shu farzandlarni tug'ib berding. Qanaqa joning og'ridi bilaman, lekin shu ishni qilib berding, rahmat senga. Ayt, shu hayotimning mazmunini sen berding menga. Ana shu narsadan keyin ko'rasiz, energiya milliard, ichida kapalaklari uchyapti, baxtli, kelib bolalarga nima yeysan, bolajon, nima qilib